أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ثم يشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار. Biz o'tgan darsda shepi haqqi talab qilmoqchi bo'lgan kishi qo'shnisi yoki sheriki uyini, zaminni sotdi deb o'zi uqqan yoki boshqalarning xabar qilishi bilan xabar topgan aman darhol ifoda bildirishi va shepilik haqqini talab qilaman deb qo'yish lozimdir. Hanafi mazhabining shunday jumhurning qarashida alal fawr darhol bu birinchi bosqichdagi qildigan rasmiyat. Mushuni qilib qo'yish zodi qilmasa bo'lmaydi. Ifoda bildirmay o'zrisiz vaqtni o'tkazib qolsa buningdagi shepilik haqqi bekor bo'lib ketadi. Endi ikkinchi qadamda shepilik haqqini talab qilganligiga guvohlatib hujjatlab qo'yish bosqichini qilish lozim. Summa yushidu alal bai'i. Undan keyin guvohlatish ishini qilib qo'ydi. Ya'ni yatlubu talabal ishhad dedik. Yoki talabat taqrir dedik. Talabal ishhad bilan talabat taqrirni qilib qo'yish lozim, hujjatlab qo'yish lozim. Endi bu hujjatni kimning ustidan qiladi? Kimga qarata guvohlatish qilib qo'ydi desa, ahvol qaraymiz. Setilgan uy kimning qo'lida hozir? Qo'shnamning yo sherik kimning qo'lidami? Yoki buni setvoqchiga topshirib berib bo'ldimi? Ikki ehtimol bor. Agar sodini qilib, pulni asilib uyni, zaminni topshirib bermagan bo'lsa setvoqchiga, biz bu guvohlatishni kimga qarshi, kimga qarta guvohlatib qo'ymaymiz? Mush qo'shnam yo sherikimga qarshi. In kana al-mabi'u fi yadihi shu setilgan zamin ya uy qo'lida bo'lgan bo'lsa sotquchiga qarta guvohlatishni hujjatlab qo'ymaymiz. Ev alal mushtari yoki setvoqchiga qarta qo'ysak bo'ldi. Setvoqchi qarta qilish uyni setvoqchi qo'liga topshirib qo'ygan bo'lsa shuning qarta qilamiz. Ma sotquchining bu ish tugab bo'lgandek, bu yatadimga aylangandek bir ahvol. Buning munosabati yo'q hozir. Bizning da'vo setvoqchilarning bu. Uy shuning qo'lida, shuning mulki bo'lib qoldi. Biz shuning qarta guvohlatamiz. Ev indal aqar yoki bo'lmasa ay setilgan uyning qishig'i kelib guvohchilni shu yerga kelib shu uyning endi turib guvohlik qo'ysin bo'ldi. Va hada talabut taqrir. Mana bu Hanafi mazhabda talabul ishhad deb atalgan, talabut taqrir deb atalgan guvohlatishdan iborat. Biz buni bir necha ism bilan atadik shunami? Talabul ishhad, talabut taqrir, talabul istihqoq deb. Bundan keyin demakchi o'g'ini setilgan zamin sotqichning qo'lida bo'lgan ahvolda 3 xil tanlash imkoniyati bor. Ya sotqichiga qarshi guvohlatimiz, ya setvoqchiga qarshi guvohlatimiz, yoki setilgan uyning zaminning qishida turib shu yerga qarta guvohlatib qo'ysak bo'ldi. Bu talabut taqrir deb ataladi. Ham sotqichiga qarta guvohlatgan chaqda nima deymiz? Mening sherikim bu ya qo'shnim bo'lgan palani men shepi qilgan uy ya zaminni setibdi. Men shepilik haqqim bo'lgan shu uyni mush qo'shnim ya sherikim mening shepiligimni zoya qilib setayotganligiga guvohlatib qo'ymoqchi deyman. Agar setvoqchi qarta nima qilsak, bu palani men shepi qilgan uyni, zaminni setvogan, men mushu zaminni shepilik haqqim bilan talab qilaman deb guvohlatamiz. Bundan keyin bu yerda sotquchimi va setvoqchimi har ikkisi bizga nisbatan xos hisoblanadi. Bizning da'volashiga adimimiz bo'ldi. Endi uyning, zaminning qishida guvohlatish bo'lib qolsa, mushu uyni deb uning chek-chegarasini hamma bayonotini to'liq deb mushu uyni men shepilik bilan talab qilaman. Buning egisi boshqa kishiga setib ketgan deb shu yerga guvohlik qo'ydi. لأنه قد لا يمكنه الإشهاد على طلب المواثبة لأنه على الفور.
Nima uchun o'sha talabul ishar qilib qo'ydi desak, chunki bu uyning sotilganligini uqqan chaqda darhol ifoda bildirishi lozim degan bo'lg'achqa biz xabar topgan chaqda balki guvochi topolmasligi mumkin. Masalan, yarim kechada shu xabar kelib qoldi. Ya bu kishi yolg'iz bir ya tug'an chaq telefonda xabar kelib qoldi. Bosh guvaltadigan odam yo'q. Yoki bo'lsa-mo guvalti shartiga to'shmasligi mumkin. Hujjatlab qo'ymasligi mumkin. Fa yahtaju ila hada at-talab ath-thani lil-ithbat 'inda al-qadi. Shuna ikkinchi qatam qilmoq guvaltish hujjatlashni qilib qo'ysa, qozining huzurida men shepidaga aqim talab qilma degan chaqda mush guvaltish, mush guvohnoma aqdo, foyda qiladi deydi. Fa in kana al-mabi'u fi yad al-ba'i'i wa lam yusallimhu. Endi yuqori degandek qo'shnim yoki sherikim men shepi qildigan ziminni setvetdi, lekin masalan pulni topshirib olgan bo'lishi mumkin, lekin uyni topshirib bermagan bo'lsa, wa lam yusallimhu lil mushtari deymiz. Fa in sha'a ashhadu alayhi. Mushu shafi' xolisa sotquchiga qarta guvoh qo'ydi. Men shepi tursam boshqalarga setibdi bu deb guvoh. Wa in sha'a alal mushtari xolisa setibog'iga qarta guvoh qo'ydi. Men shepi bo'lgan uyni setibdi yotkish turib deb. Lianna kullu wahidin minhuma khasmun. Chunki har ikkisi davolishda qarshi raqib hisoblandi. Al bai'u bil yad. Sotquchi qanda bizning xasmimiz bo'ldi desa, biz shepi kelgan uy zimin bu sotquchining qo'lida hozir topshirib bermagan bo'lg'achqa. Bizning haqqimizni tutib turayotgan kishi bo'lg'achqa. Wal mushtari bil milk. Setibog'ichi biz shepi qildigan uyni setibog'an igidorchiligiga kirgizgan kishi. Ya'ni o uyni savdo qilgan chaq shu chaq topshirib berish kerak emas dedik-ku biz. Kitobi bu yoqda mabi'ni darhol topshirish kerak dedik. Topshirishda. Lekin savdoni putkizishda al-ijab va qabul. Mabi' ba bo'lish lozim dedi. Uy bormi ba. Lekin oldim satdim desa savdo bitdi. Uy kimning bo'lib ketdi? Oldim satdim deyishlar, uy mushtarining bo'lib ketdi. Bu kishiga sotgan uyni hamda topshirib berishi lozim dedi. Topshirmabdi. Topshirmagan ekan bu uy kimning uyi? Mushtarining uyi. Savdo ishlab bo'lgan. Undan keyin biz xalsak mushtarini raqib qilsak bo'ldi, xasm qilsak bo'ldi. Va insha indal mabi'i xalsa setilgan zimin yenida turib guvohlasin bo'ldi. Li ta'alluqul haqqi bihi. Chunki bu yerda shepining haqqi shu uyga bog'lanib ketgan. Shu uyni talab qilmoqchi. Va huwa an yaqula. Endi shu uyning qashib turib guvohlatga ahvolda qanda ibora bilan guvohlatdi desak, inna fulanan ba'a hadhihi ad-dar mening sherikim yoki qo'shnim bo'lgan faloni mush ziminni setibdi. Va yadkuru hududaha al-arba'. Setilgan ziminning 4 tarafdan chegarasini aniq bayon qiladi. Va ana shafi'uha man setilganning shafisi. Talabtu shufa'ataha shafiliga haqqimni talab qildim. Va atlubuhu al-an shafiliga haqqim talab qildim degina talabul muvataba talab qilgandim. O'z vaqtida xabar topgan hamon men shu chaqda ma'luma deb talab qilgan. Endi hozir qayta talab qilma va sizlar guvoh bo'linglar. Fashhadu alayya bizalik. Shunga menga mush masalada guvohchi bo'linglar demoqchi. Wa atlubu al-an lit-taqrir wal-ishhad. Wa in kana al-bai'u qad sallamaha hamda qo'shnim ya sherikim satgan ziminni setibog'iga tashirib berayotgan bo'lsa, la yajuzul ishhadu alayhi. Ya'ni satquchiga qarta guvohlashga bo'lmaydi. Li'annahu lam yabqa khasman. Chunki u hozir bizningki da'vo dasturida bir raqib yoki bizga munosibsiz bir odam, yot bir odamga aylandi. Chunki qo'lida biz talab qilgan narsa yo'q, uning egisi emas, fasarakal ajnabi demakchi. Fa iza fa'ala zalik agar shu zimin satquchining qo'lida emas, igidorchiligida emas holat turib talabul ishhadni satquchiga qarta qilib qolsa, la yathbutu. Shuf'a haqqi o shepiga isbotlanmaydi. Nima uchun desa, bu yerda shepilik haqqini talab qilmaydigandek bir ahvol ko'rildi buningdan dedi. Chunki sen hozir
guvaltish, hujjatlashishni sen to'g'ri qilmading. Ham to'g'ri qilmay, boshqa munosabatsiz bir ishni qilib yurganliking, shepilikni talab qilmayman degandek bir ish deydi. Asl talab qilsang, sen to'g'ri yo'lni topib ustdan deydi. Hozir boshqa munosabatsiz bir odamga guvaltib avar bo'lgandek bir ish. Lekin Hanifi mazhabidagi ba'zi ulamolar, masalan, Imom Xorizada uyini topshirib bir bo'lgan bo'lsa-mu, sotqichiga qarta ishat qilsa bo'ldi, istihsonan bo'ldi. Chunki bu ishga to'xtam qo'yuvchining birisi shu. Yani uy savdosi oldi, bu uyni sotqichi bo'lgan ekan va shepining haqqini qo'ldan ketkizayotgan kishi bo'lgan ekan, buning qarta da'vosi bo'ldi. Buning shepilik haqqini qo'ldan ketkizib, uyni boshqadan setib tutmag'ida bu da'vosi bo'ldi deydi. Lekin Hanifi mazhabining qarashi u qo'lda bo'lmagan ekan, mulkida bo'lmagan ekan, uning qarta ishhod qilsa bo'lmaydi. Qala va la tasqutu bit-ta'khir. Ana yuqorida talabul muwasaba va talabul ishhod qildi. Ikki turli talabni qilib bo'ldi. Talabul muwasaba nima? Buni ixtiyor edi. Qalsa shafiiga talab qilay deb qalsa, talab qildi. Bo'lmasa, kari bo'lmasa, ammayman degan gap. Olaman deb bulab, shafiiga talab qilaman deb bulab, unda xolisa Qazi xonimning huzurida, sud mahkamalarida bu shafiiga talab qilish burunqi talabi, talabul muwasaba bekor bo'lib ketmasin, vaqti kelib qolsa. Desa, uni ixtiyoriy holatda talabul ishhod qildi. Xos qilmasin, lekin qazining oldida isbotlanmay qolsa, qarshi inkor qilsa ziyon tortadi. Endi hozir yuqorqi ikki talabni qilib bo'lgandan keyin shafiilik haqqi talab qilaman deb rasmiy haqqimni olaman degan chog'da qanday qiladi? Qazining huzuriga mahkama berib bir da'vo ochadi. Ya'ni men shafiy bo'lgan shu uyni menga appaslar, men haqliqdim deb da'vo ochadi. Wala tasqutu bit-ta'khir. Shu da'vo ochishni kechiktirish bilan shafiilik haqqi bekor bo'lib ketmaydi. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin qarshi. İmam Abu Yusuf'un bir rivoyat. İmam Abu Hanife'nin qarshida shafi ilgari ikki talabni sahih holatda qilgan bo'lsa, talabul muwasaba va talabut taqrir yoki talabul ishhadni joyida qilgan bo'lsa, shafiilik haqqi buningga isbotlanib ketdi. Bu shafisi uyni. Endi qozining oldiga da'vo ochishni qancha kechiktirib qolsa, bu haq qo'ldan ketmaydi dedi. Faqatlam ig'zokalda ya yozma holatda imzosini qilib, men bu voz kechdim desa, qo'ldan ketadi. Bo'lmasa, abadan uning shafiilik haqqi yo'q bo'lmaydi. 10 yildan keyin, 20 yildan keyin ani qozining oldiga borib da'vo etish haqqi bor. Imom Abu Hanifening qarashi. İmam Abu Yusuf'un bunda bir rivayet kelgan. Bu jumhurning qarashi shu. İmam Şafii, İmam Ahmad ve İmam Malik'lan. İmam Abu Yusuf'un bu haqda 3 xil rivayet kelgan. Birisi Abu Hanife bilan billah la yasqutu bit-ta'khir degan qarash. Ana bu kitobda va an Abi Yusuf'a, Abu Yusuf'dan kelgan ikkinchi bir qarashda in tarakahu majlisan aw majlisayni min majalis al-hukmi batala. Qazi xonum, yakash biz da'vo ochishga o'rin, sud mahkamasi, qozixona, başında o'rin ishlaydigan kunlarda bir ya ikki qatimqi da'vo anglash, da'vo qabul qilish kursini ketkizib qolsa, masalan juma kuni ishlamaydi desak, juma kuni bir kun o'tkazibsa demaymiz. Shanba kuni ishlaydigan bo'lsa, shanba kuni bir o'tkazatdimi? Atganda bir ishlaydi, tushdan keyin bir ishlaydi bo'lsa, ikki qatimliq o'tirash so'rinni qo'ldan ketkizyapti desa, o'chadi tushib ketdi deydi. Ya'ni ishlaydigan kundan 2 kun o'tib ketib, bu da'vo ochmasa, shafiilik haqqi qo'ldan ketadi dedi İmam Abu Yusuf bir rivoyatda. Va anhu Abu Yusuf'dan kelgan 3-chi bir rivoyatda 3 ayyam 3 kunga qadar fursat beramiz. 3 kun ichida da'vo ochsa, ochmasa shafiilik haqqi qo'ldan ketdi. Li'annahu dalilul i'rad. Chunki 3 kungacha shafiilik haqqini talab qilmaganligi bu shafiilik haqqini talab qilishdan voz kechganligining ifodasi. Va qaddarahu Muhammadun rahimahulloh bi shahrin. İmam Muhammad rahmetullahi alayh talabul ishhad qilgandan keyin bir oygacha da'vo ochmasa, shafiilik haqqi bekor bo'lib ketdi. Nima uchun? Li'annal mushtariya yatadarraru bit-ta'khir. Chunki sotuvchi kechiktirish bilan ziyon uchraydi. Yani 10 yıl kadar hamda shafiilik haqqi bilan qaytirilib qoladi deb, ya uyni yasamaydi, ya daraxt kelmaydi, bunda qarab turamdi, ziyon uchraydi dedi.
li naqdi tasarrufati. Sizniki naqs deb yozilib. Dod bilan naqd deb qo'yamiz. Chunki uning qilgan ishlarini keyin shepiylik bilan o'yini setib butun ishni bekor qiladi. 10 qavat bino salgan bo'lsa, hammani chiqib bilan shepi elib oladi. 1000 daraxt tikan bo'lsa, hammani qo'mrab bilan ziminni tatib oladi. Qilgan ishlar bekor bo'lib ketib qolgan bo'lg'achqa ziyon uchraydi. Faqaddarahu bish-shahr. Shunga bir oy deb bekitdi. Li'annahu aqallul ajili va aktharul ajil. Bir oy muvofiq bir bekitish. Çünkü bakma kechiktirayotganlik emas, bakma qisqa vaqt bekitganlik emas, muvofiq bir bekitishdan iborat deydi. Abu Yusufdan kelgan shu majlisan deganda aslida Abu Yusuf rahmatullohi alayh majlisan da demay, da'vo etish fursati bo'lib, shu fursatni o'zirsiz qo'ldan ketkizsa, shepiga ketadi degan. Ya'ni buni vaqt bekitib qo'yish qanday bo'ladi? 3 kun deb qolsa, 3 kun qurbayat bo'ldi, 3 kun ishlamaydigan kun bo'lsa, bu chaqda 3 kun o'tdi, sening shepiga qo'yib ketdi, digili bo'lmaydi. Shunga fursat kelib, fursat bor turib da'vo etmasa deyish uchun qanday misollarda ishlaydigan kundan 1 kun yo 2 kun yo atganlik 3 kunlik deb 2 xil ishlash vaqti bo'lib qolsa, 2 so'rinni da'vo etmasdan o'tkazib qolsa, bu shepiga haqqini bekor qiladi deb misol berdi. Mushu Muhammaddan kelgan bir oy degan mushu qarashma Abu Yusufdan kelgan bir qarash. Zufarning qarashi. Yani bir oydan kechiktirsa qanday bo'ldi? 10 yil qadar bu setib olgan kishi, bir uyning qo'shnisi shepilik bilan qo'limdan tatib oldi deb, ya ko'chat tikanmay, ya uyni yasamayman deb saqlab o'tirgan ekan. Shunga bir vaqt bekitish lozim. Yani vaqt bekitish lozim degandan keyin qancha vaqt bekitilmasa, bir oy bekitmas. Masalan, salamdan bir oy bekitgandek ahvol bor-ku. Muvofiq bekitish shu demakchi. Wa muraduhuma idza taraka li ghayri udhrin. Muraduhuma degan Abu Yusufdan kelgan qarash va Muhammaddan kelgan qarash, 3 xil qarash keldimi? Sohibandan 3 xil qarash keldi. Taraka majlis tarakahu 3 ayyam, tarakahu shahr. Demak, bir vaqt bir narsa bekitgandek ahvol bo'ldi. Abu Hanifa bekitmadi. Ularning Abu Hanifaning qarashida o'zrilik bo'lsin, o'zrisiz bo'lsin, qachon talab qilsa bo'ladi? U haqqini puxtalab qo'ydi. Endi bekovlab basdan. Bir yil oldirashlik ishini tugatib qo'yib, safarda bo'lsa qaytib kelib, o'qish bo'lsa tamomini o'tab, endi tutishma desa bo'ladi deydi. Lekin sohiban o'zrisiz ashuna tashlasa, o'zrisiz masalan majlisayn bir kun yo 3 kun tashlatdi, o'zrisiz 3 kun tashlatdi, o'zrisiz bir oy tashlatsa degan. Lekin bu kishi shunday ham talabli shart qilgandan keyin ham vaqtida oylik ketib doktorxona jiddiy qutisi bir oy yetib chiqibdi desa, bu bir oy da'vo ochamadi. Ochamadigan o'zrilik bo'lgandan keyin, ya'ni da'vo qilish haqqi bir oy bor deymiz. 3 kun mesela saq tutilib turmada etib chiqqan bo'lsa 3 kun buni hisoblamay, yenidan 3 kun fursat beramiz demak. Ya'ni o'zrisiz 1 kun, 2 kun, 3 kun yo bir oy da'vo ochmasa, demakchi sohiban deydi. Ushbachilikni aqini Abu Hanifa rahimahulloh deganday vaqt cheklanmay, xalqa vaqtda illatsa qo'ysa, u mushtarikka ham zarar bo'ladi. Shu sohiban oyinda ziyon bo'ldi, sizning qarash bo'yicha vaqt bekitish lozim. Bo'lmasa, yatadarrarul mushtari. Lekin ishkalaylarning dalili kuchli. Imom Abu Hanifaning texmi kuchli. Imom Abu Hanifa yolg'iz emas. Imom Ahmad Shafi'iyning batiqi. Dalili keladi hozir mana. Vali Abi Hanifa. Imom Abu Hanifaning dalili nima? Annahu haqqun sabata. Bu haq isbotlanmadi bu. Sabata bil muwasabati va talabat taqrir wal ishhad. Ikki talab bilan muqim isbotlanib ketdi. Mushu shepiga qashadamning emasmi? Qashadamdan. Fala yasqutu bit ta'khir. Shun kechikish bilan u haq qo'ldan ketib qolmaydi. Kasairil huquq. Yani bu dalil nima iborat? Qiyas. Başqa har turli haqlar kechikish bilan tushib ketamda, tushib ketmaydi. Masalan, sizning birisida 100 ming ko'y pul bor. 100 ming ko'y pulni hozir pulni ba'da tushilib bo'ldi. Tutmay tashlab qo'yib 10 yildan keyin pulni ba'da tushilib bo'ldi. Bu odamning puli emasmi shu haq? Haq shu odamdan. Haq egisi qachon tutsa tuta oladi deydi.
Lekin 10 yil o'tib ketdim. Pulni taraflanmaylar. Konu pul tutsa o ketdi, digilolmaydi. Qisas haqqim shunda. Qisas haqqinamasan, vaqtida endi talab qilma, keyin ma'lum bir chaq o'tgandan keyin talab qilsin bo'ldi. Demak, bu şey haqqim, isbotlangan haq. Ya, men vaz kechdim deb aniq ifoda bildirish lozim. Bo'ldi, bundan keyin talab qilmayman. Mening emas bu. Sizga berib o'tdim degandek, tanozul qildim degandek aniq gapni qilish lozim. Unda gapni qilmagan holda mushadamning haqqi bekor yo'qolib ketamda, vaqtni o'tishidan yo'qolib ketmaydi. Ma imomning dalillari. Va dararul mushtari. Sil degan bo'yicha, sohiban degan bo'yicha, yo'q bu setvochi ziyon tortmoqning da holda. Tushunami? Dararul mushtari sila manda chataq chiqdi degan nuqtaga kelsak, يمكن دفعه بالمرافعة إلى القاضي حتى يوقت له وقتا يوفيه فيه الثمن وإلا يبطل حقه. Bu ziyanning oldini bunda ağlı buldu deydi. Bunun çaresi var. Setib oluvchi bak uzun kechikib ketib qolsa, uyini yasaolmay, daraxt tikanmay saqlab qoladi u. Qoziga bir arz qilib bo'lmishdir. Ma'vo shepilik da'vosi qilmoqchi. Men shepi deb boshida talab ishhadni qilib qo'yapti. Bundan keyin bir da'vo aytib qilishi mumkin, lekin men saqlab bo'lmayman. Saqlasam ziyon uchrayman. Shuni bir vaqt bekitib qo'yasizlar. Buni ayirsak deb qoziga u bir da'vo aytib qo'ysa, masala bo'ldi. Unda mushtari da'vo ochgandan keyin bir vaqt bekitib qo'yasizlar, bu kishi shapilik talab qilishni shu vaqt ichida ya talab qilsin, ya tanozul qilsin desa, qozi xonim u chog'da unda ahvol qarab, faloni sen shapilik haqqing bor ekan, bir oygacha da'vo ochsan hisob. Undan kechikib qolsang, sen shapilik haqqing bekor bo'ldi deb bunda bir ishni qilib qo'ysa, bu ziyon tortg'ash bo'lmaydi deydi. Yani bir tarafdan ziyon tortadi degan gap taza to'g'ri emas. Qanday? Nima uchun mushtari shu uyini, shepining haqqini atlablam setib olgan chaqda bilmamdi. Bu shepilik haqqi talab qiliblam ilvelishi mumkin ehtimol degani bilmamdi. Bilibdi. Yani shu uyning qo'ldan ketishini biladi bu. Bilib turib, ayında olgan ekan, bu qanday qiladi? Ya uy sanmay, daraxt tikmay, mablag' sanmay, pul xayzmay turish lozim. Qo'ldan ketishini bilib turib, daraxt tikkandan keyin daraxt xumirlab ketib qolsa, uy chaqilib ketib qolsa, o'zining ishi. Unda oldikan, agar unda qilib qolsa, o'ziga ziyon bo'lgan bo'ladi. Boshqalarga ziyon bo'lmadi, o'ziga ziyon bo'lgan bo'ladi. İmamninki dalillari. Qala fil hidaya, İmam Marghinani Hidayada, Bidayatul Mubtadi'nin şerhi Hidayat, bizim meşhur kitap bu Hidayat. Hidayada vel fetva ala qavli Ebi Hanife. Hanefi mezhepte fatva imamının qarşı boyunca berildi deb Hidayada fatvaga imamның qarşını tanladı. Muşu zahiril mezhep muşamdı. Edim özü vekillik qilgan kuchli qarash mushu amaliyotda. İmam Tahavi ham muxtasarda mush qarashni tanlagan. Wa qala fil Muhit degan kitobdan bir necha bor. Radiddin Asraqsining muhiti va boshqa muhiti bor. Bu shu Muhit ar-Radawi yoki Saraqsining muhiti bo'lishi kerak. Mush kitobda uning boshqa bir necha kitoblarda sohibaning qarashini tanilgan. Wal fatwa ala qawlihima. Fatwa mushu sohibaning qarashi bo'yicha berildi. Daf'an lid-darari 'anil mushtari. Mushtari ziyanga uchrab ketmaslik uchun davoni unda uzun so'zib etsa, kechikib ketsimi da'vochi haqqi bor desak, o'yin setib olgan kishi ziyanga uchrab ketishi aniq. Shunga sohibaning qarashi bilan fatvo bermaymiz degan. Mush qarashni, sohibaning qarashini bir oy degan qarashni Imom Karxiy tanlagan. Nima uchun qanday ziyon bosili? Annahu qad yaxtafi ash-shafi'u fala yaqdiru ala ihdarihi ila al-qadi. Chunki shafi qechib tursa, buni qozi xonimning oldiga akilanmasligi mumkin. Mushtarichi vaqt bekitib ishni tugatishga. Fa yudfa'u ad-dararu bi qawlihima. Shunga ikkalarning qarashini tutish orqali mushtariga kelgan ziyonning oldini og'ili bo'ladi. Lekin mush qarash, sohibaning mush qarashi shafi qechib tursa, ziyon uchraydi desa, buning qarta Imom Abu Hanifa qarashini tutganlar nima deydi? Shafi masalan boshqa bir jutqa ketgan bo'lsa, yo'q shu o'rnida. Ashunda necha yil bo'lsa saqlaydi.
Bu çağda ya vaqt to'xtatish lazım. Bir oydilam kas keldi ekanmiz qachchida biz taraf qilyapmiz demagan. Bu ijmo bilan shunday, Hanifiy mazhabda ijmo bilan shunday, jumhur ulamolar shunday deydi. Masalan, birisi shepi ekan. Shepi boshqa bir yaqujutga safarda, az vujudda emas. Bunda vaqtdan yuntazir biha in kana g'oiban hadisda. Saqlagan gap. 10 yildan keyin kasimo shucha kelgan chaqdan sheplar talab qilishadi. Undan keyin bu yerda shepi masalan qechib turiblar. Qozoqning oldiga kelganmay tursa, ziyon uchraydi desam unda bo'lsa, safar qilib ketgan chaqda u chaqdan ziyon uchraydi-ku. Uningda saqlaymiz deganda, bu chaqdan saqlash lozim deydi. Lekin ulamolar, mazhabga ulamolar qarasa, ba'zi ulamolar imomning qarashini tanladi, la isqutu bit-ta'khir deganni. Ba'zi ulamolar sahobaning tanladi. Oyog'idan bunda xulosiga ulamolardan, masalan Ibn Abidin da qarab, bu hukm aslida kishilarningki axloqi o'zgarib ketgan bo'lg'achqa, sahobalar, keyingi ulamolar mushtariga qasddan ziyon urish bo'lib qolishi mumkin. Bu ashunda xursandlik qilib, moshini bir ziyon uray, 4-5 yil mana shu qishib turiblar. Uy sasimi, nechqat uy sasi shu chal shepiga qilingan tatilib ziminni. Ziyon urib buningga pushman qildirma deb qasddan qishib turib, vaqtni so'zitadigan bo'lib ketgachga xalqlarning axloqini achalashib ketgachga sahobaning qarashi sal muvaffaq deb oyog'ida yana sahobaning qarashi sal ig'ir bosdi degan. Ana bu mazhabga keyingi muhaqqiq ulamo ilgarikilar ish qil qarashda bo'lib qoldi. Ba'zi unutildi, ba'zi unutildi. Bundan bölümünden ondan istihatar kılıp başka üzerinde atlarken yavrularında istihatar kılıplar bunda müddetleri yapmalı. Bundan nasıl olmagan ekan, şeriat vaqt belgilagan o'rinlarida qarab baqdi. Salasata ayyam dedi. Valiyal khiyaru salasata ayyam degan bir 3 kun bekitish bo'lmasa ba. Shahr desa bir oy deganni bu bir muvofiq bekitish. Hammasi ham ijtihodiy bekitilgan muddat. Bunda bir ahvolda bekitgan bir hadis kelmasa, shu ulamolar shu ijtihod qilib qolma chora yo'q. Ya mushunda cho'qim bir oyat bo'lishi lozim, hadis bo'lishi lozim deb biz buni talab qila olamiz, mumkin emas. Ya'ni Alloh taolo va rasuli shu ulamolarning misga bunda qo'yib qo'yibdi. Min g'ayri nisyan. Undanki yo oyat hadis bo'lishi lozim-da buning. Oyat tushirishing lozim-da, hadis deyishing lozim-da. Biz insonlarning hukmlarni xohlaymiz desa, bo'lmaydi. Alloh taolo va rasuli mujtahid imomning ijtihodiga qo'yib qo'ygan. Nonken biz va ulul amri minkum, ulul amrning nisga qaytimiz. Hamma narsa oyat hadis bo'lish kerak emas. Qodi vaqtga qartilgan yana ba'zida qodi yo'q vaqtga bizlarimiz Şu müşahkamlar mesela şeriat hükümran bulayotgan islom şeriati, shar'iy mahkamalar, qazo qonunlar, shunda adolat bayroqlar qilayotgan sharoitiga agar unda bo'lmasa, hozir shu haqqini olish uchun kerak bo'lgan ishlarni qilgan. Ba g'ayban degani unda bosh vujudlar ketib shu vujudda bo'lmasa degan. Mayadi degani bu shu vujudda, lekin tutuqlamay, udullashmay, o'zini qochirib bilan bunda turilishi mumkin. Mavanda qasdan ziyon urish darajasiga kirdigan ish. Endi anında yo'qlab qolsa saqlaysiz deganiga bu mahkamaga bog'lanmay turasiz, men shu saqlaysiz deyish lozim-da demoqchi. Imom Abu Hanifa, "Qanday saqlaydi, ma'lum saqlaysan-ku?" o'xshash deydi. Ziyon ayollardan kelgan g'ayban deganing o'zlamonda o'xshash ziyon kelib chiqadi. Shunda. Deb ehtiyoj qilib satgan bo'lsa, u kishi gap bo'yicha uzun muddatdan keyin kelgan, masalan, shu kishiga kelgan pas u kishi jiddiy lozim pas shuni saqlay olmaydi. Setish ko'rgan pas shariatga aytib saqlab turman. Satdi. Satgandan keyin o shepi 5 yildan keyin qaytib kelsa, shepiga alamamda alamamda alalaydi. Nani 5 yil saqlasa ziyon tasım mayl dedingizga anında. Nasıl masalda 5 yil saqlasın bo'libdi. Yana o'xshash ziyon. Buni ma'qul deyishingiz lozim deydi Imom Abu Hanifa. Ya o'yning bahsi o'rdilab tushib, uni ziyon tortishi mumkin. Ağanlık baha. Lekin hozir sil degan bo'yicha masalan
o'ttiz pulning qiymati tushib ketamdi yoki hozir bahs o'sib ketsa hozir 5 millionga yaratdi bu deb. Bu bağda başaydan 1 milyon bağım olsa 5'in 2,5 milyon bağda alanı şey. Ayında buluş kerak. Ayında buluş kerak. Hozir qadar men uchratmadim, lekin ashunda bulush kerak. Chunki bemisli saman setilish degan, shu baho setilish degan gap ma, Shepining haqqi. 1 milyon olib prezidentga 1 milyon qolib versa 5 o'tirma. Lekin u 1 milliondan chiqmagan bo'lsa mumkin. Taqallashibmasin. Burun 1 million judaga sotgan bo'lsa, hozir 1 million emas 20ga tenkemaydi bunning qiymati. Ma'noda bu qasdlik bilan qasdlik emas o'tirsa armonda yomonda. Yo'q, uni ayirmaydi. Lekin unda kishilar nasharlashib ketgan ekan. Bunda udul kelib hamda qozoqning oldiga borolmay qilish emas, qasddan qozoqning qishig'i bog'lanmay, tutuqlanmay, ashunda uzullashmay, ziyon urutiga ahvol bor. Ammo turasan, jamiyatda bakadan baka unda qilpas buldi ashliq ziyon tasun bugun deb ziyon urutiga ahvol. Xalqlar nasharlashib ketgan ekan, bu hukm asli bir xilda. Taghayyurul fatwa ala taghayyurul zaman degan qoida bo'yicha sahibaning bo'lsa shunda bo'ladi. Xuddi al-istijar ala ta'limul Qur'on va din degandek masalalarda nima qilganda. Zamonning o'zgarishi qarab o'zgargan javob deydi ba'zi ulamolar. Müşteriga ziyonsizlikni masalan bayon qilganda imom to'g'ri deb qaradi. Chunki nasrlar sidoga taqdim. Ya ziyon urishning to'g'ri degan gap yo'q. Qo'ldan ketganligini bilganlik uchun nasrlar bilganlik uchun situatsiya shuni qachon saqlash bo'ladi? Yo'q, buning haqqi. Bu haqqni qachon qo'llansa bo'ldi dedi. Odamning haqqini qo'llanish vaqti salohiyatini bekitdi. Lekin ziyon ursan degan gap yo'q. Ha? Lekin azyan tatib qoldi, u unda kashil chiqishini bilib turib setib olgan. Yani bu oyunu qo'ldan chiqdi, yani bir oydan keyin ya 5 yildan keyin chiqdi qilishini bilib turib setib oldi. Bilib turib setib olib, uni 10 qavat bino asosan keyin qo'ldan kessa ziyon o'zingga o'zing ahmoqligi bo'ladi deydi. Ya o so'di bitdi, qaytirish haqqi yo'q. Baynan o qaytirish degan nimasi yo'q. Satdima mulk qo'ldan chiqib ketdi. Hatta qo'lda tutib turgan bo'lsa-mu, uni topshirmagan bo'lsa, o kimning mulki? Setib oluvchining mulki. Oldim, satdim dedimi, qo'ydi bitdi. Ham talab qilgan narsama pulimni bersa deydi. Bu uy mening degan gap yo'q hozir. Uy qo'ldan chiqib bo'ldi. قال وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعى عليه طلب الشفيع عن طلب الخصومة مش الدعوة أشتري شفيلك حقنا talab qilib hokimning yoki qozoqning yo mahkamada da'vo ochdi. Nimadan da'vo qildi? Men shafi kelgan zimin silib ketdi. Men shafilik talab qilaman deb da'vo ochdi. Bunda bir da'vo ochdimi? Hozir bu da'volar o'zi ochmasin, advokat tutib, advokat da'vo ochdi. Da'vo ochdi. Sa'alal hakimul mudda'a alay. Qozi yoki hokim shu da'voni so'g'an Qozi javobgardan so'raydi. Ya'ni bu setib oluvchi hozir. Hozir bu yerda setib oluvchiga qarshi da'vo ochdi deb mushunda tutib turaylik hozir. Setib oluvchi qarta da'vo ochdi. Endi hokim setib oluvchidan so'raydi. Setib oluvchi chaqirib kelib, setib oluvchi yo'q kelish kerak, chaqirdi. Setib oluvchiga savolni tashlaydi. Fa in i'tarafa bi mulkihi alladhi yashfa'u bihi Makşi sen setib olgan uyning shepisidan da'vatidi. Shundami? Shepi kiramdimish kishi sen setib olgan uyga dedi. So'raydim. Fa in i'tarafa bi mulkihi alladhi yashfa'u bihi shepining shepilik sufti bo'lgan ashu uyga ega bo'lganligiga qarta rasti shepi kilitdimish kishi men setib olgan uyninki qo'shnisimi shu yoki men setib olgan uyning egasining sherigitimi shu deb e'tirof qilsa setib oluvchi tarafa ya'ni al-mushtari. Biz hozir mushtariydan so'radik. Ma kishi sen setib olgan uyning shepisitdim deydi. Rasmo? Rast dedi. Tarafa bi mulkihi rast dedi. Ya'ni bi mulki degan bi mulki shafi' allazi yashfa'u bi. Ashu uy sababidan shepi bo'lganga ashu uy musho Shepining uyi, bu Shepining uyi men setib olgan uyga qo'shni keladi deb e'tirof qilsa, shu chaqdandan mushtari Shepiningki da'vosini bir javobgarga
muqimdilib ayrılib ketdi. Ev qamat alayhi bayina yoki uningdan so'rab, bu sen setvaga shepi kilamdo deb so'rab avrimay, shepi o'zining shu igdachilikdagi uyning hujjat chivarlarini ko'tarib kelgan bo'lsa, anda uyga buni qo'shni qildiganligini isbotlasa, uning so'rab jurmaydi. Bu ma'uyning isi ekan, ma yandagi uy sana setilib ketibdi. Bu shepisi ekan, shunga hukm qilyapti deymiz. Qamat alayhi yani ala mulkiyati shafi'i lima yashfa'u bihi aw nakala anil yamini yoki masalan mushtari qana qildi e'tirof qilmadi. Shunami? Bu shepi emas, men setvaga shepi kelmaydi bu. Bu o'tirayotgan uy o'zining emas buning. Bu ijaraga o'tgan og'izning uyi, tag'isining uyi bu. Bu shepi kelmaydi deb ching tudma e'tirof qilmadi. Bu chaqda Qazi xonim shepidan isbot talab qilsin bo'ldi. Shepi bo'lgan uyga qo'shnilik qildigan uyning egasidan degan isbot deydi. Yani mulkini isbotla, sen o'sha uyning egasi bo'lib, undan shepi bilamsa deydi. Nima uchun desa, shepilik haqida da'vo etish nimaning ustiga qurildi? Men qo'shna deganning ustiga qurilish lozim. Bu qo'shnidachilikni oldin isbotlatmasa, bu men shepitdim degan da'voni olmaymiz. Men shepitdim desa, qo'shnidachilikni bir isbotlashni ko'rdi, isbotlaydi deydi. Isbotlatgandan keyin undan o'sha shepi kelgansa deymiz. Şuna bir yerde aşağıdamın igdaçılığı mı emasmı? Hoşnikilamda ya şirkimi yine ispatlaşı lazım. Eğer o hoşnidaçılık ispatlanmışsa şüphe diyenler yok deyinge. Bundan sonra inkar kıptırvası ilgisi emas bu. Bu tukkunun uya icarga ottağın üzden uyamaz şepi kemmaydı da durvasa kasem kılamız şunga deyimiz. Müşteri kasem kılış lazım. Bir yerde beyini bulmağa halda. Beyni olab qalsa qasam qildirish ketmaydi. Ay beyni isbotlaydi. Ennehu ma ya'lamu bihi. Men buni shebikligini bilmayman deb qasam qilamiz. Deydi qasam qilsa shebilik haqqi bekor bo'lib ketadi. Qasam qilmasa, aw nakala degan şey qasam qilmay tursa, sabata milku. Yani mulki shafi' lima yashfa'u bihi. Qani nima isbotlamoqchi? Shepining uyi mening uyim mavu. Setilga uyga qo'shnilik qilgan uyning egisi deganni isbotlash. Hali bu yerda shuni isbotlaymiz. Bu shu bir necha qadamda ayiribmiz buni. Ana bu muxtorning lafzida mushini sharhlaymiz ixtiyorda. فينبغي أن يسأل المدعي أولا عن موضع الدار وحدودها نفيا للاشتباه. Şefi kıldığı kişi dava açtı. Qazi xonimning huzurida men shepilik haqqimni talab qilaman, qo'shnimning shirkimning uyini men olmoqchi deb da'vo ochgan chaqda qozi bir necha surishtirishni, tekshirishni olib bordi. Oldi bilan setilgan uy qayerdagi, qanchinchi numerdagi ko'cha, qanchinchi bino, qanchinchi numerli uy, shuni aniq surish qiladi. En mevdadlar, setilga uy qaysi joyda, qaysi mahallada, qaysi ko'chada va hududaha chek-chegarasini adindagicha bir tema falonning uyga, bir tema pistonning uyga manchinchi bino tutishdi deb aniq deyish lozim. Nafsan lil ishtiba, o'xshatib qilish. Bu odamda xato o'ylab qilib, xato da'vo ochib yoki shepi kelmaydigan odamga joy avrolab biz hukm qilib keyin u xato chiqib qolmas uchun, sog'lom bo'lish uchun baştan tartib puxta ilm olgan. Summa yas'aluhu an sabab al-istihqaq. Undan keyin sen mushoga shepi kelgansa, lekin shepilik sababi nima? Qaysi jihatdan shepi kelsa deb uning sababini so'raydi. Lixtilaf al-asbab. Chunki shepilik haqqimi shepilik kelish sababiga qarata o'xshash bo'lmaydi. Yani shepilik haqqi isbotlanishda sabablar o'xshash bo'lmaydi. Qanday o'xshash bo'lmaydi? Masalan, qaysi jihatdan shepi kelsa deb so'radi. Shiriklik jihatdanmi, qo'shnidachilikdanmi? Shiriklik jihatdan ikki turlik tutuq. Ash-shirka fi nafsil mabi', ash-shirka fi huquqil mabi' tutuq. Undan keyin bu birinchi darajali shepimi, ikkinchi darajali shepimi, uchinchi darajali shepimi buni surish qilamiz. Tartib bo'lg'achqa. Yani bunu surish qilgan sabab birinchidan shepi keladigan bo'lganini qo'sh, ikkinchidan
bunun oldida turadigan boshqa bir kuchlikroq shepi bo'lib qolsa, ma'vo kuchlik shepining bo'lishi bilan shepilik aqli mahrum qolgan. Mirosga o'xshatdik uni. Hajbi hirman bu ahvol ba'da mirosga o'xshatgan ekan, uning boshqa kuchliroq bir shepi bo'lib qolsa, ma'vo shepilik aqli talab qilmas mumkin. Shepilik aqli yo'q buning. Yoki bu uningdan keyin turgan bo'lg'achqa. Şunu söyleyip bakmamız dedim. Yani bazı kişiler şepi kemmaydigan bo'lsa-mu, şepi haqqında deb o'ylab qilishi mumkin. Masalan bu ya shirk emas, ya xalit emas, ya jar mulasik emas. Shu ma'noda bir joy turadigan bir kishi bo'lib qolsa, men şepi kelma bizning qo'shni desak ham bunda, mush ma'nodaga odamlarni qo'shni deydigan bor. Qo'shnamda men shepi kelma, falan shahardan birisi kelib bu insetibdi, mush ma'nodagi qo'shnim tursa deb bunda o'ylab qilish mumkin. Buni tekshirsak, buni hech qanday shepilik haqqi chiqmasligi mumkin. Shunga uchun aniq so'raydi. Faiza bayyana zalika, uni bayon qilgan ekan, va qala ana shafi'uha bidarin li tulasiquha. Masalan, bu misol, shirkchilik jihatdan shirk deyish mumkin yoki tam qo'shnim bu shu jihatdan shepi deyish mumkin. Sahhat da'vahu. Sababini bayon qilsa, shepilik sababini shu chaqdan bu da'vo ravus sog'lom bo'lgan bo'ldi. Va sharata ba'duhum tahdid darihi ayda. Ba'zi ulamolar shepining uyatiga, shepining o'zining uyining chegarasini bekitishni shart qildi dedi. Bayatın biz aniq adresini bayon qilish lozim deganimizdan degan setilgan uyning adresi, chegarasi aniq bayon qilish lozim ekan. Endi aşı shart. Endi mazatki ba'zi ulamolar shepi o'zining uyining adresi, chegarasini bayon qilish lozim degan. Qanda ikkisining sal farqi bor. Ba'duhumdan maqsad qilingan mashayixdan masalan al-Faqih Abul-Layth al-Samarqandi, al-Balxi va uning ustozlari o'z turayotgan uyining adresini, chegarasini aniq deydi deb mushuni shart qildi. Degan mazhabning ilgirgilarning qarashida setilgan uyning chegarasini deydi. Shuning qatoridan masalan kun chiqish tam mashibini o'yga tutishi deb shu ya'ni unda qistirib qo'yish bor. Lekin shepining uyining to'ttamning chegarasini bayon qilish yo'q. Lekin keyingi o'lmoqchi uyning to'ttam chegarasini bayon qiladi. Shepining uyining to'ttamning chegarasini bayon qiladi. Bir tarafi setilgan uyga tutishida, qolgan ikki tarafi falonning uyga, ya'ni bir taraf ustaning uyga deb aniq deb qo'yish lozim deydi. Bu ham taqimo ixtilofdan iborat. Buni Imom Abdullah as-Samarqandi al-Fatawa degan kitobida bayon qilgan. Abdullah as-Samarqandi ba'duhumdan maqsad shu, qanda deyish lozim deydi. Wa amma at-talab 'inda al-hakim an yaqula اشتري هذه الدار التي أحد حدودها كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا وأنا شفيعها بالجوار بالدار التي أحد حدودها كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا طلبت أخذها بشفعتي فمره بتسليمها إلي بشفعتي هذه ده مشندا دعواشده. Lekin ma kitobda kelgan setilgan o'yinning chegarasi bayon qildi degani bizning ilgirki ulamolarning Xassofninki qarashi. Ya'ni setilgan o'yinning to'ttimining chegarasini va adresini aniq bayon qilib qo'ysa kifoya shu. Mushundan bir tam hech bo'lmasa ya ikki tam kimga tutashibdi, jaril mulasibda Shafi'ning o'yiga tutashibdi, shu yetarli deb qaraydi. Lekin Shafi'ning uyining to'rt chegarasini bayon qilish kerak emas dedi. Abdullah Samarqandi uning uyining to'rt chegarasini bayon qilish lozim dedi. Fa in i'tarafa bi milkihi alladhi yashfa'u bihi, bu chaqda mushtari bu da'vo saqlam bo'ldi. Mushtaridan so'raymiz. Bu shepi kelamiz og'aviga desa, bu e'tirof qilib, men og'avining shu qo'shni uyiningki egisi shu shepi keldi deb setvochi e'tirof qilsa, fala haja ila al-bayina, ya'ni isbotlash başka bir hüccetga ehtiyoj yo'q. Shundan bu masala tugdi. Shunami? Shepilik yaqin da'vo qildi, shepilikni isbotladik. Mushu shepi qildi deb setvog'ichi, mushu men setvog'ining shepisi desa, tamom bo'ldi. O'sha isbotga ehtiyoj yo'q. Va illam ya'tarif setvog'ichi
bu adam men setvaga uyga şepi kelmaydi deb e'tirof qilmay tursa, o'sha men setvaga uyning yanındaki uyda o'tirdi bu. Lekin bu uy uning emas. Bu haqning uyi deb tursa, talaba min al-mudda'i al-bayna. Mudda'i hozirki shafi'. Shafi'dan isbot talab qilinsa, o'tiraqqa uy mening degan bir isbot etiladi. لأن اليد لا تكفي للاستحقاق. Çünkü bir öy, ya bir narsanın, bir kişinin qolda ekanligi, u narsaning shu odamning mulki ekanligini isbotlashda yetarli emas. Ko'pchilik ulamoning qarashi. Ya'ni bu mazhabning va ko'pchilik biz oliy mashina bilan haydab ketib turibdi. Bu necha kundan shu mashina haydayotganligi, bu mashina shuning mulki degan isbotlashga yetarli emas ya. Birisi bir oyda 5 yilga turib o'tibdi. Mush öy aşının deyişi yeterlik mi? Ya bu icra algan bo'lishi mumkin. Tuqqunning oydingda bir o'tirib turgan bo'lishi mumkin. Ba'zi ulamolar bor. Bir mulk bir odamning qo'lida bo'lsa, mening desam da zohir, buni ko'rinishidan shuning digili bo'ldi deydigan ulamolar bor. Lekin asallıq. Lekin Hanifi mazhabda jumhur ulamolar zohirul yad la yakfi lil istihqaq. Mening deydigan ayrim bir isbot hujjat bo'lishi lozim. Bundan hujjat kelti deymiz. Fa in aqamaha yathbutu. Bu uyning hujjatini akilib, chivirini akilib, mana buni uyam bu desa, o'zining uyi ekanligi isbotlandi. Va illa mushtarimo bu shafi emas deb turoldi. Shafidan o'zing turadigan uyining igidachiligi isbot etilsak, uni akilanmadi. Qanday qilamiz? Istahlafa al-mudda'iya alayhi billah. Qozi ay mushtarini Allah bilan qasam qildirdi. Qasam qilamiz. Qanday qasam qildi? Qasam qilish usulini belgilab turgan gap. Manda shaklda qasam qilsa. La ya'lamu annahu malikud dar allati zakaraha yashfa'u biha. Annahu yani al-mudda'i ash-shafi' man mushoyning igisi bo'lgan ekan, setilgan uyga shafi kelma deb da'vo qilgan shu uyning igisi ekanligini bilmayman deb qasam qilish lozim. Li'annahu law aqarra bidhalika lazimahu. Chunki bu igis deb bilma deb qasho iqror bo'ldi. Fa in i'tarafa thabata mulku dedi. Iqror qilganliklar shafi kilti mushrikinga. Fa in ankara inkar qilsa yahlifu qasam qildi desak bo'ladi yoki yuhallafu desak bo'ladi. Qasam qildirildi alayhi ashununga deydi. Bu bir qasam. Va yahlifu alal ilm. Yani ikinci bir qasam ba bilmaydiganlikqa. Yahlifu alayhi degan bu shafisi emas bu. Shafi emas bu deb uni qasam. İkinci qasamchi shafisi ishkanligini bilmayman. Xuddi qasam bir narsa yetib ketdi hozir. Bu sinfdan bir narsa yetib ketdi. Bir telefon yetib ketdimi? Her bir aylarni biz qasam qildiramiz. Qasam qildirish usuli vallahi ma saraqtuha degan bo'lsin-ki, bunda qasam qilsak al-hilfu alal batat kesib nafi qilishni bildigan qasam. Men ammidim vallahi deb qasam qildiramda, qasam qildirdi bu birisi. Hem ikinci bir qasamni qistirib qo'ysak, tirg'imi bu chin va puxta bo'ldi. Vallahi men ammidim. Kim ağaligini bilmayman. Belki bu ammida, lekin ağinsin ağaligini ko'rgan bo'lsa, bu chaqda yushranmaydi. İkinci qasamni qilolmaydi. Alal ilm deganni qilolmaydi. Bu chaqda darhol joyi chiqadi. İkinci qasamni qilolmaganligini sen bilgansan o ağanni e'tirof qiladi deb qistagan. Undan keyin bu yerda hozir qasam ikki turlik bo'ldi bu yerda. El-hilf aleyh vel-hilfu alel-ilm. Shafi emas bu deb bir qasam qildi. Shafi ekanligini bilmayman deb bilmaganligini qasam qildi. Li'annahu fi'lul g'ayr. Chunki bu shafining shafi kelishi nimadan iborat? Shafining ishiga munosabatlik bir narsa. Shafi emas deshim men inkor qilaman. Yani o'zimning men inkor qilaman. Emas bu. Bilmayman, buni shafi kelamdi, kimni bilmayman. Yani bu uyni sotib olganmi, o'zining mulkimi, buni bilmaydigan boshqa odamning bir ishiga qarta qasam ish bo'lgan ekan, bu el-hilfu ala fi'lil g'ayr. Yani el-hilfu ala al-ilm degan narsa el-hilfu ala fi'lil g'ayr bo'ldi. Birinchi qasamni el-hilfu ala al-batat deymiz. Kesib bu shafilik da'vo qiluvchi shafi emas, vallahi shafi emas deb bir qasam qildimi? İkincisi bunun shafiligini bilmayman. Çünkü bu hamda aş öyle burun ottağan, icarım ottağan, keyin bilgisini setib oldimmi, setib olgan bo'lsa shafi bo'lishi mumkin, mafhummayman. Desa bu el-hilfu ala fi'lil g'ayr.
Çünkü avini setib olgan bo'lsa shepi bo'ldi. Ya'ni buning shu setib olgan mushu kimning ishida? Fi'li shafi'. Nonkin bu fi'li shafi'a qarta qasam qilgan bo'lsa, xabarim yo'q deb u jihatdan qasam qiladi. Natijada mushtari ikki qasam qildi tushunami? Hilf alal batat, ya'ni shepi da'vosi qilib shepi emas deb bir qasam qildi. İkinci qasam al-hilf alal ilm, yani ala fi'lil g'ayr. Men bunun shepiligini bilmayman. Balki shepiligini men bilmayman buni. Buni ishga ketib qasam qildilar. Masalan, shepi emas, ikkinchi qasam shepiligini bilmayman. Allohu a'lam degandek bir qasam. Qarama-qarshi qilgan Yo'q, qarama-qarshi emas. Ta'kidlaydi uni. O'ylayman, men kerakini bilmayman deganlikni o'zi ham buningki shafiy emasmi bog'liq chiqadi. Shepi emas desa, men shu qanoatlandim qilgan. Lekin arliqdamda bir savdo ishi, bir ishda bo'lgan bo'lsa, buningda xabarim yo'q degan tariqada. Bu shu ilgiriki qasamni teg'imi ta'kidlaydigan ish. Bosh kishining shepiligini men bilmayman. Kimni o'qilganini bilmayman deganda. Demak endi bu shu o'yini mushadam setilib shepi bo'ldim, men uqmayman demoqchi. Yani men ammadım kimning og'irligini bilmayman degandek. Mana fa'ida ankara yuhallafu alayhi yoki yahlifu alayhi. İnkar qilish shepi emas deb unga qasam qiladi. Va yuhallafu alal ilmi. Yana ketib uning shepiligini bilmayman deb qasam qildirdi. Li'annahu fi'lul g'ayr. Çünkü mavamda o kishining u o'yini setilib shepi bo'ldim bo'lmadim men xabarim yo'q deganga qasam qilishdan iborat. Bu aslida ikki qasamning nimasi shariatga kelgan shu. Masalan, shu Sahih Muslimda qasam haqida kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishi o'ldirilgan shu mahalladan qotil topilmadi. Shu mahallada 50 kishi qasam qilsa, biz o'tamidik va o'tdagan kishini bilmaymiz, qotilni bilmaymiz deb qasam qilishdi. Shunga masala tugaydi deb Aslında bir bekitken boğaçqa ölümalar ikki xil qasam qildirishni yakunlab chiqib, mushunda ikki xil qasam qilsa, natijaning bo'ldi. Oshning gapi esa qasam qiluvchining gapi esa bo'ldi. Va shepining shepiligi biqoldi. Mush qasam bilan, ikki qasam qilsa. Yo'q, ma'u mudda'alay bo'lgan ekan, mudda'dan bayina talab qildi. Mudda'alayga qasam keldi. فإذا نكلا أنه قسم قيلون مسا ثبت الملك ملك الشفيع في الدار التي يشفع بها شنما ثم يسأله القاضي عن الشراء عندما يسأل القاضي المشتري يعني مدعى عليه أش أين ستواعن كشدن سرايدو ده قاضي سن ما شبي طلب قلبت قا أين ستواعن متى ما إشكيني قدم أنت Aldılan biz mülkini ispatladık. Şepinin uyu çöken, şepiken de. Yani hazır şepi talep kılavatqa öyle sen aldın mı mıdın bunu bir taklayıkemiz. Sen aşı oyunu satıvagan mıddan? Deyip müşteriden soraydı. Nime için? Çünkü şepilik diyen bir soğudu boğandan kin andı vacip olur. Yani şefa la tecibu illa ba'da şira dedik o. Ba'dal bey' diyen gep şu. Beyna bulmasa Ha bin nukul qasam ishmay turganligi shu isbotlaydi aqni. Nukulda hukm qilamiz. Masalan, manchi pulimni oldi deb da'vo qildimi? Bayina bormi, isbotdan guvoch bormi, guvoch qilinmadi. Qasam qila olmadim deb qasam qiladi. Olmadim deb qasam qilsa bo'ldi. Lekin qasam qilmay turasiz, shu pulni olib ketgansan deymiz. Qasam qilmaganligini shariat nimaning o'rniga qo'ydi? O'sha haq isbotlanishning o'rniga qo'ydi. Ama ikinci qadamda mush o'yini setvagan muttayang deb so'sa, fayni atarabi setvagan deb e'tirof qilsa, yoki e'tirof qilmay tursa, qomatul bayina alay so'dlashgan o'sha qog'oz hujjatlarini suratini aklab mana deb isbotlab qolsa, sabata. Ya'ni mushu uy so'disi bitganligi isbotlandi. Yani bayina aklamadik. قنقلنا وإلا استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو ما يستحق عليه شفعة من الوجه الذي ذكره. Yani bir yerde işkil qasamning birisini qildir ekanman. Ya müşteri menda qasam qilish lozim. Men setolmagan vallahi men bu o'ynolmadim. Shepi mendan da'vo etib buni talab qilish haqqi yo'q degandek.
Men bu oyunu setib olmagan degan. Setilish o'zi chiqmasa bu odamning munosabati yo'q bu da'vo bilan. Yoki, ya'ni ibtida degan ishtarar yamanda, yoki ma yastahiqqu alayhi shuf'atun min al-wajh alladhi zakarahu. Bu degan yo'l orqali mendan shepiga talab qilinmaydi deymiz. Yani shepi bo'lganlikdan mendan bir narsani tortib oladigan bir haqqi buning yo'q deb qasam qiladi. Bu tür qasam qilish ulamolar nima deb aytadi? Istihlaf alal hasil. Mesela biz yuqorida ikki turli istihlafni dedik-ku. El-hilf alal batat, el-hilf alal ilm, va uchinchisi el-hilf alal hukm, yani alal hasil. Istihlaf ala hukm shay'i fil hal. Yani mush ahvolning hukmi nima deb qasam qilgandaklar. Hukmi nima? Bu shepiga ixtilof qilish haqqi yo'q mendan desa qasamida bu istihlaf alal hasil bo'ldi. Alloh bilan qasam, mush uyda bu mendan shepilik talab qilish haqqi yo'q deb qasam qiladi deydi. Ve yustahlafu alal batat li'annahu fi'lun. Ana şada vallahi mashtaraytu deb qasam qildirimiz diqqo. Bu al-hilf alal batat. Ma'mudim degina al-hilf alal batat. Nima uchunsa ash-shira fi'lul mushtari. O'sha odamning o'zining qilg'ishi haqida qasam ichkizmaymiz dedi. Yani shira bu o'zining ishi va qo'lida shu odam talab qilayotgan uy bormi yo'qmi bu o'zining ishi. Bu undan al-hilf alal batat bo'ldi. Yani kisib inkar qilish degan keskin gap qilish deb iborat. Fa innaka la, yani bu musha ikki turli qasamning birisini ishonmay tursa qadal qadi lahu bish-shif'a, yani lahu yani kim lish-shafi' wa in lam yuhdir ath-thamana. Shafi' shu so'ringa uyning pulini akammagan bo'lsin deydi. Shu so'ringa uyning pulini akilishi shart emas. وإن لم يحضر الثمن ذكره في الأصل. ذكره في الأصل دبته. لكن أصل ده أصل صريحا منا دمجان. لكن الأصل يعني المبسوط يعني كتابته إمام محمد مشندا مزمون شخدان جب كيغان. لكن ظاهر الأصل ده ينزونه. ذكره في الأصل مثلا ذكر ما يدل عليه. ذكره في الأصل. Lakin bu nimadan iborat? Qozining huzuri da'vo etish uchun pulni naq akilish shart emas. Da'vo so'riniga pulni tayyorlab akilish shart emas senga. Hamda pulni akamabdi. Shu so'rinda sen shepi ekansa, sen shepiliklar olasan o'shayni deb buyruq berdi, hukm qildi. Hukm qilsa, ondan pulni akilib to'lishi bu chaq lozim bo'ldi deydi. Chunki o'yining mulkiyati buning qo'liga o'tdimi, pulni akib berishi lozim. Bu al-asl degan kitobning zahirining taqozosi shu. Lekin aniq demagan. Mush mazmun dalolat qilgan bir narsa degan. Imom Shofiy va boshqa olimlar 3 kun yo bir necha kun muhlat berilib pulni akal deymiz deydi. Yani mush rivoyatga asosan pulni akal degani pulni akasa shufalik tamom bo'ldi, mulkiyat intiqolida bo'lmish tugida. Shafiy osh o'yini shapiylik suftidan setib olgan bo'ldi. Agar pulni akammiz shu mushtari qo'ldagi o'yini chang tutib turdi, bermay turdi. Pulni akasan undan bermadi. Pulni akilanmasa, buning bir muddat bekitib berib, aslida 3 kun ichida akilsa, akilanmasang shapilaga tugaydi desa, 3 kun ichida akilanmasa shapilaga tugaydi. Akilansa esa, akilanmasa u savdo buzildi degan gap. Ya'ni shapilaga o'yin alamidi degan gap. Esla o'yining ichida deyishga o'rin bo'ladi. Yo'q. Hozir davoni biz mushtari bilan qilyapmiz. Asli o'yining egasi bilan deyishgan taqdirda pulni akilanmagan ekan, yana baribir men asta yo'lamamama chor yo'q. Lianna thamana innama yajibu bintiqal al-mulk ilay. Chunki pul qachon lozim bo'ldi? Shu o'yisining bo'lib ketdi deb hukm qilingan chaqda, mulkiyat o'tkazilgan chaqda bo'ldi. Wala yantaqilu illa bil qada. Bu yerda mulkiyat shu qozininki hukm qilib qo'yish bilan ondan o'tkaziladi. Chunki biz o'tganda dedik va tumlaku bil akhdhi idza akhadha min al mushtari aw hukima lahu biha. An mushtari o'zligidan topshirmoq ekan, da'vo ichib, da'volashib, ondan qozining hukmi bilan topshirib olgan ekan, mulkiyat o'tkaziladi. Fala yajibu alayhi al ihdaru qablahu. Shunga hukm qilishdan burun akilish kerak emas. Xuddi masalan setilishdan ilgari pulni akammisim bo'lganda kamala yajibu alal mushtari qabla al bay'.
bir sodini qilishdan burun sodidan manch pul biramla alamla deyish sodilish jarayonida pulni akamiz bo'ldi ekan shu kuni to'xtamlashib rasmiy sodini bitirmiz degan kunda shu pul bo'lish lozim bo'lgandek odatda sodida dastlab pulni akamiz shu sodini qilib o'tib pulni topshirsa bo'lgandek mishadimi pulni akamiz da'vo mayverdi وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا يقضي ما لم يحضر الثمن حسن بن زياد إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في روايته bu hamda ajizroq rivoyat chunki asl deganda ayında bir mazmun keldi o bundan akamiz buldu bu al asl al mabsut degan kitob shu bu zohir rivoyat degan zohir rivoyatda kelgan nas emas zohir rivoyatning zohiri ammo mavo navodir rivoyat bu rivoyatda imom Abu Hanifa pulni shu so'ringa akamisa qozoqning oxirgi hukmni pichmaydi لأنه قد يكون مفلسا çünkü şepi qo'lda pul yo'q bo'lishi mumkin sarmoyasi ayrilgan kishi bo'lishi mumkin fayatadarrarul mushtari shuna mushunda avarchilik qilib keyin oxirida yana muhlat berib saqiltib bunda qilsa hamma bu ololmaydi qo'lda pul yo'q oxiri setib oluvchini ishak avar qilib vaqtini zayi qilgan bo'lmaydi va huwa marviyun an Muhammad rahimahulloh mushqarash imom Muhammaddan kelgan va idza qada lahu ana ma'va va idza qada lahu degan pulni akammagan taqdirdimi birinchi qarashga asoslanib turib qozoqning uyni shafiga buyurib bersa ana malning qarshini tutgan qozi bo'lsa buyurib bermaydi shu so'rin pulni akagan bo'lsang buyurib bo'lmasa ket deydi lekin imom Abu Hanifa'ning kitabul aslida kelgan rivoyat bo'yicha hukm qilgan qozi bo'lib qolsa nima qarashini tutgan ahvolda qanday bo'lmoqchi desa bir qozi ash qarashini tutib pulni akammisimi hukm qilayotgan bo'lsa va akhadaha minal mushtari uyni mushtaridan uyni sotib olgan kishidan shapi ilib olgan bo'lsa sabatat lahu fiha ahkamul bay' mush ahvolda uy qo'ldan qo'lga o'tkaldimi savdo degan gap deydi sabatat lahu yani lish-shafi' fiha ahkamul bay' setib olgan bo'ladi u hamda mushtaridan setib olgan bo'ldi uyni setib olgan ekan savdo vujud chiqdimi savdo vujud chiqqan ekan savdoda bo'lgan haq-huquq mushundan bo'ldi bu bir uy setib oldi bir mabi'ni setib oldi setib olgan ekan bir narsa setib olgan kishiga isbotlangan huquqlar mushuni isbotlandi masalan uy masalan ko'may setib olgan bo'lsa man ishtara shay'an wa lam yarahu falahu al-khiyar idha ra'a degan hadisga asosan bu qo'shnimning uyi bak islaysig'anti deb o'ylab qopti keyin shepilik da'vosi qilib qulluq topshirib ochqishni pishsa xarob bo'ladi bu bo'lmayotgan mo'min deb yenovas bo'ldi dedi xiyar ru'ya ko'rgandan keyin ixtiyorlik bor shu odatda bir narsa setib olsa ko'may setib oldi ko'rgan chog'da ixtiyorlik bor degan shu uyni setib oldi ko'may setib olgan bo'lsa ko'rgan chog'da ixtiyorlik bor buni biz xiyorat babida o'tab bo'ldik va ayb xiyar ayb masalan buni ayb chiqsa uyning tomlari chakib ketgan ayb bo'lib qolsa aytgan bu olmayman deyish haqqi bor undan boshqa turli haq-huquqlar isbotlandi li'annahu bimanzilatish shira'i chunki bu setilishning o'rnida ya'ni setilish bu setilish ya'ni bimanzilatish shira'ining li'annahu shira'un deymiz bu pulni berib shu uyni setib oldiku setilish li'annahu muqabalatu malin bimal bir uyni pul qarshiligida topshirib olgan bo'lg'achqa va la yathbutu lahu khiyarush shart yani muşunda ahvaldaymış. Qazoqning hukm qilib qo'yib, shu uyni shapi olgan taqdirda isbotlanmaydigan xiyar shart. Bu yerdan valiyal xiyaru 3 ayyam degan gap. Ketdi. 3 kungacha o'yin olinmaydi. Ep ketdi degan. Valal ajal va pul to'lashda unda manch kundan keyin berma degan gap yo'q. Pul bo'lsa birdi. Bo'lmasa vaqt to'xtab, falan chaqda to'laysa desa, qozining bekitib bergan vaqti. Lekin unda nesi so'ding gap yo'q unda. 5 yildan keyin pulni bermaydi. Lekin odat cho'do'si vaqt bekitgan bo'lsa, vaqt pulni bekitgan vaqti berdi. Lekin ma'noda unda vaqt bekitish yo'q. Faqatlan bu pulni akamganlikdan qozoqning vaqt muhlat berdi desak, shu muhlat doirasi bo'ldi. Ammo o'z ixtiyorligini masalan biz falan chaqqa deyishgan dedigan unda gap. Pulni akagan vaqtida topshirish lozim.
قال وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده. Biz ayada iki ihtimal var dedik. Birinci ihtimalını bayan qildik. Birinci ihtimalda bu müşteri bilan davolashdi. Shundaymi? Hozir kim bilan davolashdi? Bai'a qo'shnisi sheriki bilan davolashdi. Qachon idza kana al-mabi'u fi yadi. Sotilgan uy sotuvchining qo'lida bo'lsa, texa sotib oluvchiga topshirmagan bo'lsa, yani bu yerda davoni uy shu sotuvchining qo'lida bo'lsa, davoni mushtariga qarshi ochmay, sotuvchiga qarshi ochsa bo'ladi. لأنه خصم على ما بينا. Çünkü u şu davanın bir tarafı. Biz yukarıda bayan kıldık. لأن كل واحد من المشتري والبائع خصم. المشتري بالملك والبائع باليد deb yukarıda bayan kılgan. Lakin ikinci ahvalda müşteri karşı emas, satışçıga karşı asıl buldu. Çünkü satışçının koludaki öy, yani men talep kılıvatqa öy kimnin kolda? Satışçının kolunda. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.